Assalomu alaykum. Bugun biz homiladorlikning eng dastlabki va eng muhim bosqichlaridan biri 2 haftalik homiladorlik haqida batafsil gaplashamiz. Ko'pchilik ayollar bu vaqtda hali homilador ekanligini bilishmaydi. Ammo aslida aynan shu haftada kelajakdagi chaqaloq hayoti uchun eng muhim jarayonlar boshlanadi. Homiladorlikning 2-haftasida ayol organizmida ovulyatsiya sodir bo'ladi. Bu tuxum hujayraning tuxumdonlardan chiqib, bachadon nayiga yo'l olishi demakdir. Agar bu paytda spermatozoid bilan uchrashuv yuz bersa, urug'lanish sodir bo'ladi. Shu bilan yangi hayotning birinchi hujayrasi zigota paydo bo'ladi. Bu davrda ayol tanasida estrogen va progesteron gormonlari ko'payadi. Bachadon homilani qabul qilishga tayyorlana boshlaydi. Ba'zi ayollarda yengil qorin og'rig'i, charchoq yoki kayfiyat o'zgarishi kuzatilishi mumkin. Ammo shuni bilish muhimki, bu alomatlar bo'lmasligi ham mutlaqo normal holat. Texnik jihatdan aytganda, homiladorlikning 2-haftasida homila hali embrion shakliga to'liq kirmagan bo'lishi mumkin. Agar urug'lanish bo'lgan bo'lsa, zigota hujayralarga bo'linishni boshlaydi va bachadonga qarab harakatlanadi. Qiziqarli va muhim faktlar. Aynan shu paytda bolaning jinsi, ko'z rangi, qon guruhi va genetik xususiyatlari allaqachon belgilangan bo'ladi. Hozircha homila ko'zga ko'rinmaydi, yurak urishi yo'q, og'irligi va o'lchami mikroskopik darajada, ammo u juda tez rivojlanishga tayyor. Nega bu hafta juda muhim? Homiladorlikning 2-haftasi eng nozik va mas'uliyatli davrlardan biri hisoblanadi. Bu vaqtda spirtli ichimliklar, chekish, kuchli dorilar, kuchli stress kelajakdagi homila rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun shifokorlar foliy kislotasi qabul qilishni, sog'lom va muvozanatli ovqatlanishni, yetarli uyqu va tinchlikni tavsiya qilishadi. Homiladorlikning 2-haftasi bu hali sezilmaydigan, ammo juda katta ahamiyatga ega davr. Bu paytda ona tanasi homilaga tayyorlanmoqda. Hayotning ilk hujayralari shakllanmoqda. Kelajakdagi chaqaloqning genetik asoslari yaratilmoqda. Bu kichkina bosqich butun bir inson hayotining boshlanishidir. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda savollaringizni qoldiring. Keyingi videolarda homiladorlikning har bir haftasi haqida batafsil gaplashib boramiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.